Assalomu alaykum gaz balon kuzatuvchilari. Bugungi ish jarayonimizda o'zbeklarimizni pul topar mashinasi Labo avtomashinasini olib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin, bu mashinamizga 3-pokoleniya italyanskiy mahsulotlar bilan qo'yib berganmiz. Reduktorimiz mana italyanskiy Tanasetti firmasiga tegishli, montaj idealniy bo'lgan. Xo'p, pulchatilimizga keladigan bo'lsak, ko'rasizlar, gaz nechta qolganini ham ko'rsatib turadigan pulchatilar bilan qo'yib berganmiz. Sizlarga ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bu mashinamizga gaz balon o'rnatish uchun benzin bakini o'rtaga ko'chirishga to'g'ri keladi. Shu xizmatlari ham o'zimizda mavjud. Bemalol kelsanglar, sizlarga ham chiroyli qo'yib beramiz. Endi zapchastlarimizga to'xtalamiz. Kranlarimizga e'tibor berasizlar. Italyanskiy kran qo'yganmiz. Landrenzo firmasiga tegishli. Bakni ko'rasizlar, o'rtaga ko'chirganmiz. Bemalol benzinni ham zapravka qilsa bo'ladi. Labo mashinamizga hamma bilgandek 65 talik gaz balon ketadi. Bu mashinamizni mana pollarni teshmagan holda o'rnatganmiz. Pollar umuman teshilmaydi. 65 talik balonni chiroyli qilib o'rnatib berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Zapaskalarini ham qo'yib berganmiz, akkuratli qilib. Kimga shunaqa xizmatda kerak bo'lsa, sifatli mahsulotlar, original zapchastlar kerak bo'lsa, gaz balonimizga murojaat qilib qo'yaverasizlar. Bu videoni labosi bor hamma tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Like bosmasdan iloji yo'q. Gaz balonimizda hammalar bilan ko'rishguncha.